Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan azizlar, bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirgi kunda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisiga keldik. Azizlar, bu yerda biz hozir sizlarga umraga qayerdan qanday boriladi, narx-navolar qanaqa, hamda chegirmalar bormi, yo'qmi, bularning barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Siz esa buning uchun siz like, podpiska bosib umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Biz video syomkamizni boshladik. Assalomu alaykum. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safari. 14 kunlik umra safari 2 kecha-yu 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka Mukarramada bo'linadi azizlar. Gastinisalarimiz 4 yulduzli gastinisalar. Oraliq masofalari esa Madinada 250-300 metrni tashkil qiladi. Makka Mukarramada esa 800-900 metrni oraliq masofani tashkil qiladi azizlar. Xo'p, bundan chiqdi taomlari qanday deydigan bo'lsangiz, taomlari Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Bundan tashqari Makkada azizlar 800-900 metr oraliq masofa bo'lganligini hisobiga bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam avtobuslar ham bor, avtobuslarda ham borsangiz bemalol bo'ladi azizlar. Bundan tashqari sayohatlarimiz bor, ziyoratlarimiz bor. Madinada esa Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda Qur'on kutubxona bosmaxonalariga ham boriladi azizlar. Albatta, payg'ambarimiz ravzalariga ham ziyoratlar ham bor azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda bonusiga Qizil dengiz sayohati ham bor azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Agar siz sizlar bilan qanday bog'lanamiz deydigan bo'lsangiz, uzoqroqda bo'lib qanday bog'lanamiz desangiz, bizda WhatsApp, Telegram orqali aloqaga chiqing. Biz barcha o'zingizga kerakli ma'lumotlarni beramiz. Agarda kelishib qolsak, Centrum Holidays rasmiy raqamlarini beramiz. O'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan bemalol to'ldirishingiz mumkin. Agarda ofisingizga boraman, Farg'onadan, Marg'ilondan bo'ladigan bo'lsangiz, ofisingizga boraman desangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Centrum rasmiy kassalari bor. Kelib bemalol o'zimiz kutib olamiz, gaplashib rasmiy kassalarga to'lov qilishingiz mumkin. Albatta, Zagram pasportingizni olgan holda azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, to'lovlar qanday bo'ladi deydiganda bizda chegirmalar bor, xudo xohlasa azizlar. Agarda siz Olijanoblar YouTube kanalini ko'rib chiqayotgan aloqaga kelsangiz, chegirma qilib beramiz. Agar 7 kishidan ko'proq bo'lsangiz, yana chegirma qilib beramiz azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari azizlar, reyslarimiz haftaning har seshanbasiga Toshkent Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanbasiga Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Siz Farg'ona aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Farg'onada kamzilcha, sumka, bejik hamda yostiqchalar beriladi. Agar Toshkent aeroportidan bo'lsangiz, Toshkent aeroportidan bormoqchi bo'lsangiz, Toshkent aeroportida beriladi azizlar. Bemalol qo'ng'iroq qilib, ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Bugungi video syomkamiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling.